Alo, assalomu alaykum. Samarqand viloyati Urgut tumani Etakbeshtepa mahallasida istiqomat qiluvchi bir xonadonning go'zal bekasi, qirolichasi, malikasi bo'lgan onajonimiz Obidova Gavhar onajonimiz bilan bog'landikmi? Ha, Onajonim, bugungidek go'zal kuningiz, tavallud ayyomingiz Allohimga suyukli banda Habibimizga chin ummat bizlarga esa ne'mat bo'lgan. Qarshi olgan 55 yoshingiz ilohim muborak bo'lsin. Kasbiy ish faoliyatlaringizga omadlar, zafarlar yor bo'lsin. Sizni yaqinlaringiz siz uchun shunday chiroyli ta'riflar keltirib o'tganlarki, mening jannatim, mening yaqinim, mening jigarim, mehribonim, qarindoshim, doimo fidoyi insonlar. Shifoxonada tug'ruq bo'limida ishlaydilar. Kechani kecha, kunduzni kunduz demay, doimo vatan uchun xizmatdalar deya siz uchun ta'riflar keltirib o'tgan ekan mehribonlaringiz. 35 yillik stajlari bor. Inshaalloh Allohim kuch-quvvat ato etsin. Yoshlariga yosh qo'shilaversin. Deya mana shunday go'zal bo'lgan ta'riflarni o'sha sizning mehriboningiz, qalbingizni eng tubida saqlab qo'ygan mehribon insonlaringizdan kelib tushgan. kelinim desam ekan, qizim desam ekan. Darim ko'p. Bilmay qolyapman. Hamiyat ko'rguvchi jannat kalitingiz qizingiz yo'llaganlar. Nafosatmi? Albatta. Jannat kalitingiz bo'lgan qizingiz Nafosat opa, nabirangiz Sabina Ozodbek tomonidan kelgan ajoyib tabrik xatlari bor. Ularga hamrohlik qilgan yaqinlaringiz ham borlar. Turmush o'rtog'ingiz Ma'rufboy aka, qizlaringiz Maftuna, Kumush, o'g'lingiz Murodbek, keliningiz Mehriso, nabira ne'matlaringiz Sabina, Ozodbek, Abdushukur, Feruza, Afsona, Farzona, Nurbek, Muhammad Yusuf, Muhammad Ali, barcha yaqinlar nomlaridan qizingiz Nafosat opa va nabira ne'matingiz, danagidan mag'zi shirin bo'lgan nabiralaringiz Sabina va Ozodbek tomonidan kelgan bugunning eng sara tabrik xatlarini inshaalloh qo'ldan kelgancha, Allohim qodir qilgancha siz uchun o'qib eshittiramiz. Rahmat. Qizlarim ham sog' bo'lsin, bolalarim ham ko'zimga yosh keldi, chunki kutmagandim. Kechqurun ham kutgan bo'laydi. Mashalloh onajonim, mening jannatimni erta tongdan qo'ng'iroq qilib hammadan birinchi nechta zakaz olgan bo'lsangizda mening jannatim eng birinchisiga loyiqdirlar. Iltimos opajon, eng birinchi tabrik qilasiz. Ish boshlagan vaqtingizda deb iltimos qildilar. Shu sababdan birinchi bo'lib mana sizga bog'lanyapmiz. Sog' bo'ling, Nafosat qizim, Maftuna qizim, Kumush qizim, hammasi doktor. Erta keldiman. Menday ishlab pensiyalarga chiqib berishini xohlayman. Umrlari uzoq bo'lsin, bolalari ko'p bo'lsin. Hammasi oilasi bo'lsin. Ilohim o'zingiz kelsin. Onajonim jannatim deya atalgan go'zal bo'lgan tabriklari bor, o'qib eshittiramiz. Assalomu alaykum. Gul yuzligim, oy yuzligim, gul rayhonim, jannatim onajonim. Bugun sizning eng ulug' kuningiz, tavallud ayyomingiz. Siz nafaqat biz uchun mehribon ona, balki minglab bolajonlarni dunyoga kelishi uchun sababchi bo'lgan hayotda sovg'asiz. Ulashib kelyapsiz. Fidoyi insonsiz. Sizning qo'llab kelayotgan, ishlab kelayotgan ishingizga, kasbingizga muvaffaqiyatlar, omadlar yor bo'lsin. Ilk bor farzandli bo'laman deya yillar kutgan insonni doimo bag'riga go'zal bo'lgan qizaloqlarni, jasur bo'lgan yigitlarni tuhfa etgan insonsiz. Siz mehribon, qalbingizdagi sabringiz, matonatligingiz, rahm shafqatligingiz biz uchun ham o'rnak bo'lib kelmoqda. Har bir sizdan olayotgan saboqlarimiz hayotda bizga eng katta ustozlik qilyapsiz onajonim. Allohim sizga uzoq umr, tinchlik, xotirjamlik, hayotingizdagi eng zafarli, omadli cho'qqilarni egallab yashashingizni tilakdoshimiz.
Bugungi tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin onajonim. Sizni doimo qalbingiz nurga, hayotingiz quvonchga to'lishligini tilakdoshiman. Yuzingizdagi tabassum, ko'zlaringizdagi quvonch aslo so'nmasin onajonim. Siz men uchun eng bebaho insonsiz. Hayotingdagi go'zallikni qanday deb ko'rasan desa, onajonimning tabassumlari, otajonim seni yaxshi ko'raman qizim deya aytgan har bir so'zlariga dunyoni alishmayman. Onajonim, siz mening baxtimga sog' bo'ling. G'amliligini, dardliligini ko'rmang ilohim. Onajonim so'zlari men uchun eng yaxshi insonlar so'zidan-da a'loroqdir. Chunki onajonim har bir aytgan so'zlarini mana endi o'zim ham ona bo'lib angladim. Onajonim, sizni yoshlik, beboshlik qilib, ko'nglingizni, qalb gavharingizni og'ritib qo'ygan bo'lsam, ushbu kunda uzrlar so'rayman. Meni afv etgaysiz. Doimo yoshlikdan nimani xohlasak, nimani istasak, doimo biz uchun muhayyo etdingiz. O'zingiz yupun kiyinsangizda bizni doimo issiq kiyintirdingiz. Biz xohlagan dunyodagi eng yaxshi shirinlikmi, dunyodagi eng yaxshi ko'rish kerak bo'lgan joylarning barchasini ko'rsata bildingiz. Sizga dunyodagi eng katta tashakkurlarimni izhor qilaman. Umringiz ziyoda bo'lsin onajonim. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Qalbingiz jannatdir, joy olay men ham. Poyingiz qibladir, bosh qo'yay birdam. So'zlaringiz takrori bo'lg'ay o'z bolam. Beminnatim, jannatim, davlatim onam. Onajon, ushbu kun sog'indim ko'proq. Mehrim jo'shdi sizga onajonim, biroq ba'zan ranjitganman, mendadir gunoh. Mehringiz yozay desam so'z topa olmadim. Olamda yagonam, quvonchim onam. Sajdaga bosh qo'ydim, o'yladim sizni. Sog'liklar tiladim qodir Allohdan, kamolga yetkazib biz o'g'il qizni. Jonim onam, vonisam mehribon onam. Dunyoda tengsizim azizim onam. Onajonim fayz bilan o'tmoqda kunim. Bizlarmiz sizni dunyongiz. Ko'p narsa kutmadingiz aslida bizdan. Qani ko'nglingizni ko'tarsak ona, dildan g'amlaringiz o'chirsak ona, sizni olib boray Makkatallohga. Alqab aytay qodir Allohga. So'ngra bosh qo'yib sajdaga, doim duoda bo'lay jannatim ona deya ushbu go'zal she'riy misrani ham siz uchun qizingiz yo'llab qolgan ekanlar. Rahmat. Sening orzularini, niyatlarini qizimga ham tilayman. Hech kimdan kam bo'lmasin. Ilohim. Onajonim, ushbu kun jannatning darvozasi ochilgan bu kun. Osmondan farishta yog'ilgan bu kun. Sizni panohida asrasin Robbim. Sizdagi jannatiy onajonlarimizni, jannatingiz bo'lgan qizingiz uchun ko'proq yaratishlik Allohim nasib ro'z aylagan bo'lsin. Tanujoningiz sog' doimo vatan uchun, xalqimiz uchun xizmatda ekansiz. Doimo elimizning ardog'ida, Robbimning panohida bo'lib, xalqimizning eng yaxshi duosida bo'lib yashang onajonim. Rahmat. Sizlarning borligingiz, qizlarimning gapirolmagan gaplarini gapirdingiz. His qildim. Rahmat hamma gaplaringiz uchun. Tashakkurlar aytamiz. Onajonim shunday narsani ta'kidladilarki, qizingiz onajoningizni qanday ta'riflar keltira olasiz desam, onajonim men uchun dunyodagi eng yaxshi insonim. Onajonim shunday ta'rif keltiringki, opajonim bu dunyoda bo'lmagan ta'rif bo'lsin. Chunki onajonim men uchun bebaho insonlar. Rahmat. Hamma uchun yordam qilgan, o'zini jonini ayamagan, fidokor insonlar. Go'yoki fidokor shamga o'xshatamiz go'yda. Juda ham yaxshi insonlar deya mana shunday go'zal bo'lgan ta'riflarni qizingiz keltirib o'tganlar. Onajonim sog' bo'lsin. Mana shunday go'zal tarbiyalarni bergan onajonim, avvalo sizga rahmat. Mana shunday bugungi go'zal tabriklarni yuborgan Allohim qizingizdan ham rozi bo'lsin. Rahmat, sog' bo'ling. Yuzlarga kirib yuring sizlar. Niyatlaringizni yeting. Chillaxonada bo'ladi, chillaxonada turibsiz Rabbimda. Inshaalloh. Sizlarni ziyorat qilsin.
Onajonim, mana shunday go'zal niyatlaringiz, tilaklaringiz o'zingiz uchun ham hamrohlik qilsin. Doimo bugungidek mehr va muhabbatlaringizga aslo ko'zlar tegmasin deymiz. Allohim ilhom etgan har bir kuningiz doimo fayzli, barokatli o'tsin. Onajonim, mana shunday kunlarda, kelgusi yilgi mana shunday salqin fasllarda Allohimning baytiga, Makkatilloh, Ka'batillohga borishlik nasib ro'z aylagan bo'lsin. O yerda ikki nafl namozlarni o'qishlik, labbayka Allohumma labbay deya takror va takror bot Allohimning baytini tavof etishlik, hoji onalik oppoq libosida farzandlaringizni ko'zlarini quvontirib yashashlik Allohim siz uchun nasib ro'z aylagan bo'lsin. Mening hoji onam bor, mening hoji otam bor deya farzandlaringiz sizlardan faxrlanib yashasin ilohim. Rahmat. Hamma so'zlaringiz uchun. Sizga ham shu istaklarimizni sizga ham tilayman. Siz ham kimlardir onasiz. Kimlargadir singil opa-singilsiz. Kam bo'lmang. Rahmat onajonim. Sizga kun davomida yaxshi kayfiyat, hamrohlik qilsin ilohim. Sog' bo'ling. Gaplaringizni kutib qolaman. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam mo'ltirab yonimda yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan, bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yaltizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Men yomon bo'lsam, keyin qanday yashab boshini eksam, men bormanki mehr kutmas boshqadan, bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yaltizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Bugun eng chiroyli gullarni olib qo'liga berayin, ketsin quvonib, axir yashayapti menga ishonib, bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim, yaltizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Qushtinsa tinmagan